Asalcham, Hojoni. haligi senga bitta narsa aytmoqchiman-u, qanaqa aytsamikin deb o'ylayapman-da. Ayting. Jinichkam shu 17 Pro Max'ni olaman chiqsa deb pul yig'vatuvdim. Korxonamni anunda o'marishdi qaroqchilar. Hamma pulimni olib ketib qolishdi. Endi ololmayman ham. Mendan nima ham maslahat chiqardi? Oddiy odam bo'lsam. Nima maslahat kerak, jon? Internetga kirsam, hamma yoqda 17 Pro Max'i chiqibdi. Qanaqadir ani olovrang. O'shanga men bechoraga o'zi yoshligimdan hech kim sovg'a bermagan shu paytgacha. Hech kim ko'nglimni ham ko'taraydimi? Joni, sizga shunchalik yoqadimi shu iPhone? Shunchalik olgingiz keldimi? Ha, albatta. Endi orzuligicha qolar ekanda. Mayli. Voy, to'xtang. Ha, mayli. Biznes qilaman deb yig'ib yurdim. Mayli, beraman. Nanay. Ha, kim bo'ldi bu boboy? Asalcham, men bunga iPhone 17 Pro Max'i olaman-da. Izdachisi qolsa, anu chexol-mexol olarman kamkostiga. Rahmat, boriga baraka bersin. To'xtang, yerda mingga ortiqcha-ku. Ha, ma, buncha jadina gavyadinasan, shuncha puling bor, ikkita biznesing bor. Ma, kerak emas menga minnatli oshing. Mayli, ovuring. Ichida mingga oshiqcha edi. Ishlatamanmi dedim o'zimga. Salongami, biron nimaga. Asalcham, nima deganing bu? Krasavitsaligingni qaragan, sen o'zi tabiiy chiroylisan. Senga kerak emas salon-palon. Turishingni qara, go'zalsan. Salon krasatini o'zi senga qarab ochishgan. Rahmat, topganingga baraka bersin. Borma salonga, kerak emas. Ha, mayli. Jonicham xafa bo'lmasa bo'ldi. Lekin bekor berdimmi deyman-da. Bitta biznesimda puli bir haftalik foydam. Ha, mayli.